Yo'q, kerak, men bilan talashmaydi, men talashaverasiz men bilan. Nima qilish kerak? Har doim mashq demadi, men bilan Hop talashasiz. sizga hopdi biz qancha bu yoqda minus kiryapmiz. Yo'q, kerak, gap minusda emas. Biz obunachilik boshida va'da berib qo'yganmiz. Eng arzon xonadonlar bizda bo'ladi. Hop siz pul tikmagansiz. Qancha bo'pti Rasul? Hamma Nimaga urushyapsizlar bitta komanda bo'lsanglar? Yo'q, qara, Sarvar. Yo'q, to'xta, arzimagan narsa emas. Bo'lchi falon pulli xonadonlarni shartta boradi bu 10 ming 7 ming arzonlik tashlab qo'yib tushadi. Bu просто kanalni mazaqot. Bizni yutqizyapmiz quruvchilar. Shuni aytayapman. Yo'q, hozir Sarvar bitta variant aytibdilar. 2 etajli 5 xonali xonadon bor deyaptilar. O'sha 95 deyaptilar. Kerak, bitta mashina 85 dan qo'yildi desam, yo'q deyaptilar. 95 deyapman-da. Bo'pti, kerak, gap talashingani bor ko'rsatamiz obunachi. Hop. Nima siz dinomash xonadonni 85 mingga qo'yib Bitta ko'ring, siz arziydi-da. Yo'q, men obunachilar hurmatli mashq xonadonni sizlarga 85 mingga qo'yib beraman. Keyin ham narsa so'rab o'tirmayman. Hop, kirganimizda hop, ko'rishinglar mumkin. 2 etajli bo'ladi. Bu xonadon ozgincha ishlari qoldi. Bu yerda zalimizda bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Ustolar ovqatlanishayotgan ekan. Hop, chap tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Hamma xonalar katta-katta joylashgan. Hop, bu yerda bitta spalniyimiz, uni orqa hovlisiga ega. Bu yerda sanuzelimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Birinchi etajniki. Zinalarni ham juda chiroyli qilib qo'yganlar. Lokatsiyasi Yengil Toshmi postdan 5 kilometr kirgan tusorda joylashgan. Bu ikkinchi etaj zali bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan. Har bitta xonamiz o'zining oynasiga ega bo'ladi. Bu yerda balkonimiz. Balkonimizga shirkalar qo'yib beriladi, xudo xolasa. Hop, chap tomonimizda bitta detskiy, o'rtada ham bitta sanuzelimiz. Bu yerda bitta spalniyimiz. Bu xonadon sizlarga 85 ming dollarga beraveramiz, keyin 95 ming degan joylardan tushirib qo'ydi. Bu xonadon kimga qiziqsa, pastga telefon qilib tez baraka qo'ramiz.